Hozir onamlarnikidan chiqdik. Timurlarning uyigacha borishimiz kerak. Ashimiz oyu. Issiq 35 gradus. Mana joz. Timur sanib formam yo'q, mana do'ppi qo'lda, butsi, orqada kitoblar turibdi. Necha pulimiz bor? 5000 berdilar, ikkita 2000 berdilar. 7, 8, 9. 9000 pulimiz bor. Ma'lum bilmaymiz. Qadamga asta-asta yaqinlashdik. Hokimiyatmi? Yo, O'zbekiston Respublika Xalq qabulxonasiga kirdik. Hozircha mana shu yerda bizni har doimgidek sostav shu yerda. Ko'chasi Allah o'zimiz Sentr yozgina qoldi. Sentr Matalov ashimiz yo'l. Mana o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Vashim yurish baland ko'ringani yo'q o'yla. Atak normalniy. O'zimiz tanishib o'tamiz. Biz hozir yangi YouTuber biz. Bu ikkinchi akkauntimiz. O'sha asta obuna bo'lib qo'ying. Tanishib o'taman, men Sardor ismi Jasurbek. Har doimgidek uchamiz har doim vaylni ko'rasiz. Hamma kanali bor. Pastda anolarda yozdirib qoldiramiz. Meda pastda komment yozinglar. Yana nima qilaylik, qanaqa? Yo'q. Asli qanaqa vlog olaylik yana? Biz sentrdan o'tib ketdik. Gayilar bor ekan, qo'ymadik yo'lishga. Har doimgidek hammamiz. Sizlarga aytaman, pastga tushib, podpiska va like urishingizni chiqarmanglar. Uchamizda ham alohida bitta kanallarimiz bor. Hozir suvimiz yo'q. Suv olish kerak asosiysi. Asosiysi suv olish kerak, to'g'rimi? Suv olamiz, o'sha suv olgan paytimiz sizlarga ko'rsatamiz. Sizlar ana qilmanglar, biz yo'limiz sog'ligi uchun bo'lib bo'lyapti. Masalan 1-2 soatlik narsa bo'lib ketadi. O'sha uchun yo'l juda uzoq, mana o'zingiz ko'rishlaringiz mumkin. Uzoq. Va biz yo'lda magazin ko'rib qoldik va shu yerdan suv olishga qaror qildik. Shuncha o'ylanib oxiri Fanta olishga qaror qildim. Короче, hozir vashim kutilmagan narsa bo'lib, pulimiz yo'q edi, 9000 pulimiz bor edi. Hozir Jasurni bitta tonishi, u men berib ketdi. Video olyapmiz deganiga. Video olyapmiz deganimizga yordamxo'r Jasur tonishi. Abdushi ko'rasizlar. Respekt. Qaranglar qancha yo'lni bosib o'tdik, ko'rinmasa ham kerak. Shunchalar odam charchadi, mana. Короче, hozir asta-asta qishloqqa kirib boryapmiz. Mana shu yerdan burilamizmi yoki yana? Ba'zan burilsa ko'p kamchilik. Agar ana shu video Yo'q. Hozir biz birinchi videoni chiqaryapmiz. Mana shu video 100 ta like yig'sa, 100 ta dona o'zi, 100 ta dona like yig'sa, men qo'shiq aytib beraman. Qo'shiq aytib, Jasur o'ynaveradi. Menga keyin kommentga shart yozib qoldiringlar. Iltimos. Birinchi iltimos Bo'sha. Mana obuna bilan like bosib yuboringlar. Iltimos sizlardan. Qo'riqchani ham bosib qo'yishingiz sizlarga chiqmasin. Hammaga rahmat. Hozir biz asta-asta ko'rsatib yuramiz hamma narsani. Ana kanalimizga rivojlanishi uchun like bosib qo'yishni unutmanglar. Alohida Obuna ham bo'lib qo'yinglar. Endi biz birinchi bitta 100 ta dona iltimos like va kommentga shart yozib qoldiring. O'sha shartni aniq bajaramiz. Yo'q, mana qaranglar. Hozir o'zi 1,5 soat bo'ldi yurganimizga. Vaqt 1,5 soat shipilla o'tib ketdi. Biz ham o'sha Yana bitta gap, katta qo'rg'onliklar plyus qoldirib ketinglar. Biz shu ko'rinishda yo'lni davom ettirdik. O'sha aytgan gaplarimiz obuna, like, kommentga shart yozib qoldiringlar. 1,5 soatdan beri video olib yuribmiz. Yarmini kesib tashlashimiz kerak hali. Yarim soat montajlari bor. Sizlardan ana kutib qolamiz albatta. Yordam beringlar do'stlar. Iltimos qilib so'rayman. Ko'p obuna yozsanglar biz ham yaxshi kontent chiqarib, analar qilib, videolar qo'yib, sizlarga ham yaxshi narsalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. To'g'ri, hammasi. Hozir telefon uncha emas, lekin telefon yaxshi. Asta-asta ko'taraversa, albatta yangi telefon olamiz. Xudo xolasa
O'yinlar ham chiqarishimiz Yo'l mumkin. gaplaring. Gaplarim prosta. Bizga kuch-quvvat bag'ishlasanglar bo'ldi. Kommentda bosib tashlanglar. Motivatsiya bo'ladi. Albatta bizga motivatsiya bo'ladi. O'sha kommentga shart albatta like, obuna bo'linglar. Obuna mana chiqdi o'zi obuna. Vaqt kelganda ko'rasizlar qanday videolar sizlar uchun. Qaranglar. Hozir Kim o'jarchadi shuni. issiqda kerak. Qolgan 2 soatcha yo'l bor. Mana Samarqanddan, hozir Samarqandda biz Samarqanddan yo'q, Samarqanddan Toshkentgacha boramiz. Qanday bo'lmasin boramiz, bo'ldi. Любой narsada boramiz. Bo'ldi, hisob kerakchi. 200 ta like, 100 ta like keyini shart bajaramiz. Ketdimi bolalar? Ketdi. Kutib qolamiz sizlardan. Addushi rahmat, hozir biz yaqinlashganimizda ko'rsatamiz. Ketdi bolalar. Vaqt kelganda va biz manzilimizga borguncha gaplashib ketdik. Karochi bolalar, hozir biza oz qoldi. Bo'ldi. Biz ham 3,5 soat yurdik. Mehmon chiqadi. 3,5 soatmiz. 2 soatli yurdik. 2,5. Video juda ham ko'p bo'lib ketgani uchun kesishga majbur bo'ldik bolalar. Albatta obuna bo'linglar, yana bir bor aytyapman. Iltimos, bizning yoshlarimiz uchun hali juda yosh bloger biza. Xudo xolasa ko'tarib ketamiz. To'g'rimi? To'g'rimi bolalar? To'g'ri. Sal qoldi. Yana baylik kutib qolinglar, shortisdan hammasi. Eng qizini aytsam, bugun ochildi. Mana, bugun sana nima? Sana 4-may. 4-may kuni. Mana biz o'sha anamiz. Mana, aziz salom aytib qo'y. Mana. Salom bolalar. Salom. Vallahi. Mana shu bola bo'lajak qiladi. Yulduz. Eshikni ocharsan, eshik ochilmaydi. Mana kirib bordik. Charchab ketdik. Atmosfera. Vallahi hozir biz keldik, mana salqinginada o'tiribmiz, xudoga shukr, bo'g'irsoqchalar bilan, normalniy, mana Timur. Kutib qolinglar, vallahi hozir chiqadi video. Video ko'rganlar albatta 100 ta like, o'sha 200 ta, vallahi obuna bo'lib qo'yinglar, davay.